Endi am. Voy. Adet eshikma. Eshikmamdan turamsiz. Bir ishlan kelganmidingiz? Barnaq azraq qaydigan narsa ag'ash kelgandim. Uy kirdi uyga. Yo'q, o qiz telefon olmayotdi. Men narsani berib qildim, olmoqchidim. Shunaqdim uy kirmisiz, qanday qiladi? Uy kirdi. Bo'ldi, rahmat. Akam ma'lay. Ay, bo'ldi, zamalay. Siz uy kirdi. Yura. Qani. Amay turay. Kim bu? Opamga. Qizning telefonini olsangiz bo'ladi-da. Shu. Tog'a, qudimiz keldi. Voy, nima? Qani. Marhamat. Kelin, qudam, yaxshimisiz? Xush kelibsiz, qudam. Xush kelibsiz, qudam, yaxshi kelibsiz. Qani. Bu yoqqa o'tgandim. Barnaq azraq tatliqtirim, kirib beraydim. Voy, beka. Rahmat. Qani. Shukur. Unda so'z qandoq bo'ldi? Voy, yaxshi mehmon tamoq ustiga deb, toz yaxshi vaqtga. Qani ko'rasan. Sizdan tamoq yeyotganda Qani. Ay, yuqurita. Sizlar tamoq yeyotganda men tazim bir vaqt keldilar. Qanday qudam yaxshi turyapsizlar? Yaxshi, rahmat, o'zinglarchi. Qarab, qamoqlarni ich. Ma'qul. Ay, bolam choy damlaymiz. Yo'q, qudam, men tamoq yeyapti ekanman. Rahmat, og'ir bo'lmang. O'xshabdi, ikki tatim yap. Barnaq. Bunda telefon olmadingiz bola. Opam ben sizin bunda olduraş uğrağını sıkmayı saldırıp kaydıray. Bu balınız şunda qilib Naman o'zi qandaqroq? Rahmat, yaxshi turyapti. Ha. Shu doktorxonaning ishlari bilan bizni aldirash. Aldirash. Çay içeceğim. Rahmat. Sen tamoq ilanlarmısın? Hozir billala alayli. Çay içeceğim. Kech qolding o. Barnaqni tatliqtirib olib kirib keldim. Cesur taxkanmidimi? Yo'q. U bugun endi ishlaydigan o'xshaydi. Barnaq qandaroq turibdi? Cesurmi yuk taxtini yig'ishtirib, dadasinikiga berib tus pulga o'xshaydi. Nimda o'tsa? Men sal asrab qoldim. Nima ishqa? Barnaqni yolg'iz tashlab qo'yganimiz bo'lmabdi. O qiynalib qoladi. Agar Cesur berib uningdan birga tursa, o yuraklik yashaydi. Men bu ishni nima burroq o'ylashmagandim-a? Barnaq bir nima dedimi? Bir ish bo'lsa, menga damti o'chi. Qiynatsan uyda. Bizning elimiz turgan o'xshamdi. Shuncha Cesur berib uni qo'g'disin. Qarangmisan? Direktorning sanchiligini lider surishtiradi. Nima? Lider nima ish surishtirgidek? İşlatamsiz? Bugun uyga kelgansiz? Men bugun uyga borolmayman. Doktorxonada yotmasam bo'lmaydi. Yana kelolmaydigansizlar. Men ko'rginiz kamdimi? 3 kun bo'ldi juma biz ko'rishmagili. Undaq emas Barma, to'g'ri tushunaman. Bugun muhim bir bemor bor. Shunday bo'lsin. Xo'sh. Apa, siz nada? Apa, Cesur nima ish qaytib kelmaydi deyman. O'g'limiz bir narsa kamdan kesilib qoldi ekanman. Doktorxonachi muhim bir bemor bormish. Men uningga uyga qaytib ketdim deb qo'ydim. Shunda desangizmi qaytib kelmasa ya? O'zingizning erini o'zingiz tushunmamsiz.
bir neçe gün tahir qilib turing, ha? Onun üstüge o'yid gap faqatla tugamaydi gap. Kunduz shoqchak gap. Hali uning ishi chiqayotgan, hali buning ishi chiqayotgan. Mayli qanday bo'lsin, siz ulardan farqlanib turishingiz kerak. Har qanday ish harakatingizda borgu, o'zingizning tarbiya ko'rganligingiz bilinib tursin-jimi? Unda ushaq-tushak ishlarga hargiz aralashmang, ha? Bilmem abba, ben unda qilmayman, xotirjam bo'ling. Qizim, qanday bo'lmasa salomatlik cho'qqin birinchi o'rinda tursin, ha? O'zingiz asrang, vaqtida tomoq yeb, bo'lamdi? Bo'ldi abba, men bildim. Vaqtni bir berib qopdi. Men qaytay abba. Tomoq yeb maqsad bo'lmamdi, bolam. Bo'ldi, sho'yib beriblam ye. May. Bo'ptamsa, yo'l diqqat qiling. Qanday ish bo'lsa cho'qqin menga telefon qiling-jimi? Albatta. Buniylar. Yana olsam qo'y. Abba, mening pulim bor. Men sizda pul yo'q demedim. Lazım bo'ldi. Alamdi. Aldın ömse. Bak benim oraya özünüzün tolgan gibi. Rahmet abba. Bana yaparım sen. Ma'qul qo'shamsa bolam. Qanday o'qil saqning sizniki? Sestram sizdek bo'lamdi. Qo'l og'irdi. Nima ish oldi? Nima ish olapti? Ne chiqdim sanchibni topamadi tomoni. Meni qo'limga yog'och olmasa, barakli qildigan. To'mirbek inchikka eshikka to'mirsam ish qoldi shu. Sestralar boshqani chaqirib kiraman. Ma'qul. Men ko'rib boqay. Siz meni davolab saqayta olasiz. Saqayig'ingiz bo'lsa achchiqlanmay men maslash kerak bo'lamdi. Achchiqlanishning davolanish qilchilik foydasi yo'q. O'zingiz beso'ylab yosh aramayib turing. Qizlar? Direktor? Ha? Bu yerda ish qilyapsiz? Ha? Bir ish bormi? Boshqa ish yo'q. Ishxon qirsam siz yo'q shuninglar. Izlab chiqishim. Ha. Kechiring. Sizdan sirtib qo'ydim. Kechda boshqa ish bo'lmasa bir tomoq yeb kelaman. Xizmat ishimi? Shunda o'ylasangiz mayli. Men sir chiqib kiray, ha? Kechda ko'rishaylik. Boshqa ish yo'q-da? Yo'q. Ma'qul. O senin nima degina? Jasur bilan kirishib olding-ku. Uni qaytirishga sabab nima? Ha, qara, biz har qanday qishda barnani deb qilamiz-ku. Bu qitim o'xshash. Ular endi to'y qilgan tursa, ular undaq uzoq ayirmaslik bo'lmas. Endi uni bilan karing olmasin. Barnani kichikdan tortib sen boshqarib kelding. Hamma ish aralashib olsang bo'lmaydi. Ular o'zlarining ishini o'zi bir taraf qilsin. Men Barnani bir qancha kundan keyin o'z yenib keldi deb salchoqlab qopdimi. O Jasur uchun hammaga bardoshlik berdik-a. Mening Barnadan jiroqlab ketkim yo'q. Uning azar yeb qolamdikin deb kunda ansirab o'tirman. Telefon qilsam, o telefonda tuzuk gapma qilolmaydi. Men buni qanday chidab tura olmayman? Sen endi mush o'yga keldingmi? Burunla shunday o'ylashing kerakdi. Gap qilsam anglamadan. Xiyoling bo'yicha ish qilding. Bo'ldi. Endi Jasurning ishiga o'zi mas'ul bo'lsin. Bu uy turamdi, u uy ketamdi, o'z tanisi.
Ondaqda Berna'nın o öyde aşlamak etip, kırqaltı yiyip yürüyüverişi qarap turamdı o. O şunda qılğan balıma. Sizdekini dadı bulamdı o. Ben kanda tadı ikenme. Hey, bu senin ne mi deginem? Ben şu ballarını da bir şey kılıp ben ko. Ayşe puhlaştın başka. Yani neymiş kılıp sizinkin ta. Bo'ldi. Biz geldik. Ha oy. Ha balam keldinler mi? Keling. Ha, kelinglar balam. Ay, kelinglar. Ay. Kelinglar. Akam yok mu? Ha, yok. Kelinglar. Sizlar keling. Benim oldu. Hiç yiyip kapsam mı? Oy bunu ne oldu balam? Özdeysin. İşlerin qandaqroq? İşlerim. Dada. Qalay. Nim bu? Mening maaşım bilan mukofotim. Ha? 10 ming yuan. Nim deydigansa bular? Oy, Rostkan bu? rostla. Oy. 10 ming ekan bu. Sen mukofotlandingmi? Albatta. O. Birinchi bo'ldingmi? Birinchi bo'ldim dada. Birinchi bo'ldim. Yaraysa balam, yaraysa. Barvar, bu birinchi bo'pti, mukofotim bo'pti. Bugun yaxshiroq bir tamoq yetib, umrin tabriklab qo'yaylik Oy, ha. maqul aka, kelar balam. Ben siz bir şey yap koyayım. Bana yaraysa. çok olsa. Dodonga pul vergidek bo'lsa Yaraysa, emasmi? yaraysa. Fakat ishengim kelmayotidi. Cho'ng o'psa. Amma, tağa, sizlar bilmaysizlar taxi. Qaysar akam direktorning yordamchisi o'stirildi. Ha? Oy, shundaqmi? Voy, bu ishim tig'imi katta-ku balam. Yaraysa, balam, yaraysa. Mana endi mening balamga o'xshabsa. Qara. Dadamın xo'shab ketganiga qarag'ina. Ay, jinniska. Ballarning g'albisini ko'rishdimmi, ortiq xo'shallik bo'lamdi deysa. Hargiz bo'shashmachimi? G'ayrat qil. G'ayrat qil balam, yaxshi ishlar. Dada. Kela balam. Senden bir sana gap bor-da. Gap o'tdi. Berna. Ha? Cesur kepti. Nima? Jasur ketdimi? Talad mashinasi turdi, sizning ko'ngilga o'xshaydi. Dada. Men Tokioga o'qish qilgan bo'ldim. Tokioga? Shundoq. Uch haftadan keyin borman. Bu nimandaq tuyuqsizlar bu? Bernam bilan chiqdi. Arasınca.
Sen hakikaten davamlı arz qilmoqchi bo'lsang, men advokat taklif qilay. Bu arzni advokatga havola qilsak bo'ldi. Agar men tutib qolsam, sen talab qo'yaqman, hamma maoshimni tutib kelib sana berdim. Sen qachon qaytib kelalaysan? Bir yillik. Bir yil. Shuncha uzun turamdi ekansiz. Belki men qaytib kelsam bu yerda bo'lmasligim mumkin, shundaqmi dada? Chiqmasam, Bunda tushundirmay anlig'im yo'q. Belkim sen o ayoldan to'y qil yoki boshqa ish qil. Endi mening korim yo'q. Shunlashqa mendan bek cho'ng umiddan kutgan bo'lsam, bu ishonchlardan voz kech. Yana kelib Aysha madamni quturtib, meni qaytarib kelman deb avor bo'lmam. Bunday sharoitda men qaytib ketishim mumkin emas. Mushu gaplarni deydigan kelganmidim. Dada, Bernani qaytarib ber. Ya tutib qilishini qilsak aytmaydi. Shu dafta Bernani bizni tutib kelgan to'g'ri o'xshab qoldi. Dada. Xeyr xo'sh. Ya. Reybam so'zingdan chiraqib ketdingiz. Zeb chiraqga yana ko'ndingiz, ha? Rahmat. Ha, Parizat. Oy. Oy, balam. Ha, Parizat qani? Ha, toza qo'y kirib ketdi. Ha, siz-chi, siz nega maqdingiz? Ishiga? Ha, uyim ishda chiroyli yasinib o'tiramsiz? O, balam. Acayip yaxshimish, uni saqlab qolgandim. Ben şu çok kan akıp vereydi. Ne gürültü? Ya sen. Hemeyle. Avayla ha. Cesur bilan dadam mushuna uzoq borsanga. Cesur kelganmidi? Ishqol mashinasini ko'mdingizmi? Yo'q, mashina yo'q qoldi. Yo'q? Yo'q. Yok